Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar ham Google Chrome bilan orqa foni oddiyligidan zerikdinglarmi? Unda bu videoni o'tkazib yubormaydi. Qidiruv oynasiga Google Chrome Extension deb yozib olamiz. Chiqqan birinchi Thames Chrome Web Store'ni bosib, tepadagi poisk расширенный temga Wallace Flow deb yozamiz. Birinchi chiqqan Wallace Flow Neftab Live Wallpapers ustiga bosamiz. Internet yaxshi emasligi uchun ozgina qotyapti. Endi uстановить degan joyga bosib o'rnatib olamiz. O'rnatib olganimizdan keyin ustiga bitta bosib, pastiga Get Live Wallpaper degan joyga bosamiz va biroz kutib turamiz. Ishimiz o'xshaganligini bilish uchun yangi okno ochib tekshirib olamiz. Ko'rib turganingizdek mana o'xshadi. Agar orqa fonga o'zingizga boshqa yoqqan videodan qo'yish uchun o'ng tomon pastiga strelkaga sichqonchani olib borib bosamiz. Keyin pastdagi Download More Wallpapers ustiga bosib, sichqonchani pastga tushirsak, mana xohlagan videolarni tanlab, orqa fonga qo'yib, o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.